yoshlarimizga, misol uchun 20 yoshdan 25 yoshgacha, 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan yoshlarga bitta tuzar messej qilib bersang, maslahat bersang, tasavvur qiling, uni hamma qiladi. Qanaqa maslahat bo'lgan bo'lardi shu? Hayotda odam nimadir bir maqsadda yashashi kerak-da. Misol uchun bizda O'zbekistonda aksariyat qismimiz musulmon bo'lsak, musulmon jihatida biz musulmon sifatida biz bilamiz nima yaralganimizni. U bitta masala. Lekin hayotda baribir ikkinchi tomoni ham bor-da, ya'ni biz imini nima O'zbekistonda yaralganimizni, kimga qanaqadir bir benefit, qanaqadir bir foyda berayotganimizni, o'sha narsani agar sizlar topa olsanglar o'zingizlarda, shu narsani izlashni men maslahat berardim. Chunki men litseyga kirib, institutga olmaganimda juda ham qiynaldim. Men kimman, nimaman? Chunki litseyda o'qiyapman, litseyda menga bir sohani o'rgatishmayapti-da. Men prosta matematika, fizikani chuqur o'rgatishyapti. Soham yo'q. Kimman, men nimaman degan savol juda qiynaganman. Men onam yig'layverardi, bu narsani o'ylayverasan boshqa deb. Bilan qattiq depressiyaga tushib qolganman bu narsani. Men o'zim kimligimni bilishim uchun muhim edi. Mana shu kimligimni bilib, men o'zim o'qituvchiligimni qabul qilganimdan keyin mashina ketidan bir bizlarni motivatsiya deb gapiramiz-ku. Akt qilish uchun, bundan bir drive qilish uchun bir narsa kelib chiqargan. Bitta narsa. Keyin o'sishga harakat qilinglar, ozgina o'zgarishga harakat qilishinglarni maslahat berardim. Bizda o'sish, o'zgarish degani bu faqatgina kitob o'qish deyiladi. Kitob o'qish muhim. Odamlar bilan gaplashib, fikr almashish muhim narsa-da. Bizda kommentariylarda foydali bo'lgan videolarni ham kommentariyasida men negativlarni ko'rib hayron bo'laman-da. Shu odamlar o'zini qobig'ida tashqariga chiqmaydi-da, o'zini oshna oynasini. Chetkaki, o'sha o'zingizlarning qobig'ingizdan chetga, o'zingizlarni hurmat qiladigan aqlliroq odamlar bilan ozgina bir fikr almashishinglarni maslahat berardim. Keyin o'zim ingliz sohada bo'lganim, ingliz to'g'risida gapiradigan bo'lsam, ingliz tili ham sifir uchun o'rganish, men maslahat beraman, vaqtinglarni ketkazmanglar. Ingliz tili prosta instrument. U lapatkaga o'xshagan instrument. Lapatka uyda bo'lsa turgani bilan rezon yo'q. Foydalanish kerak bu narsadan. Instrument. Sizlarga foydasi agar tegishini bilsanglar, bir xil mana aytadi-da. O'zim uchun ingliz tilini o'rganyapman. Xo'p, nima aytsam, ingliz tilidagi kitoblarni bilish uchun, yengilliklarni vaqtida ko'rish uchun. Savol, sen shu yengillikni o'zbek tilida ko'rasanmi? O'zbek tilida sen kitob o'qiysanmi? Agar o'qisang-ku, no problem. Lekin o'zim unaqa emas. Bu hamma narsani sababini bir ingliz tilidan qilib ko'rishadiki, ingliz tilini o'rgansamgina ketimdan bunaqa narsa yo'q. Oldin sen o'zgarasan, ingliz tili bunga keyin qo'shimcha bonus bo'ladi degan narsa. Endi bunaqa bir motivatsiya beradigan bir darajada yo'q, bir maslahat beradigan darajada emasmanki, bundan ortiq bir gapira olmasam kerak. No, o'sishga harakat qilinglar. Chunki men sekin 30 ga kelyapman, to'layapman. Krizis srednего возрастamikan, boshqamikan. Regretlarni odam o'ylayverar ekanda. Regretlarni o'ylayverar ekan, qiyin xatolarni o'ylayverar ekan boshqa. Bu yog'iga bitta narsani mustahkam ushlab yo'lni topib olishi, men nimadir o'ylar ekanmanki, men katta bo'lsam, men mana 28-29 bo'lsam, o'z-o'zidan qanaqadir bir ideallik hayotimda yashirdim-da men. U ideallik hayotda yashashim uchun men o'sha narsani o'ylayotgan paytim qadamni bosishim kerak ekan. Odam xayol shunaqa ishlar ekanda, o'sha payt tirs bo'ladi. Mana bunaqa puf etib, harakat hozirdan boshlash kerak ekan. Maslahat berardim, men o'zim hayotimda juda ham katta menga foydamga bo'lgan narsa bir joyga ishga kirganman, coworking centerga. O'sha yerdagi bizning menejerimiz menga haligacha mentorlik qiladi. O'sha odam qattiq ushlaganman. Bilmaydigan narsam juda katta boost bo'lgan, personallik juda ham katta bo'lgan. Shu o'ylayman, qora qamishlarni bilasizmi? Qora qamish bolasiman, nima? Men ingliz o'qiganim boshqa bilan oshto'g'anlarim ushaladi. Shunaqa paynechalimanda bari bo'lganda, xohlayman, xohlamayman. Paynechaman, endi shu o'qish tomonlama boshqa narsa bizda bo'lmaganda. Ingliz o'zi bilan men olamni buzganman, men ingliz tilini bilaman, dunyo meniki. Yo'q, men keyinchalik urinni bildim. Hayotga olib borsam, mikrob ekanman deb. Keyin demak katta bo'lish kerak ekan, o'sish kerak ekan degan narsa bo'lgan.